Assalomu alaykum. Mana aka karbyuratoriz. Mana o'sha o'zingizni karbyuratoriz qilib qo'ydim mana aka переделкаларni. Hozir mana shu sovuq payti. Bitta yurgizib o'chirib, yana jicha sovutdim 1-5 minut polniy issiq suv bor edi bunda aylanib ketmasin deb. Polniy sovuq payti hozir yurgizamiz, ko'rasiz, ash patsos bo'ladi. Yurgiz Muhammad. Mana patsos, mana ishladi patsos, ko'ryapsiz, chotki ishlayapti patsoslar mana. Patsosda turibdi. Bunda patsosda oldin sizda pir qilardi ekan aytmanda patsos mopuskovoy устройствоni zazorlarini kimdir настройкаларni buzib qo'ygan ekan, tegib qo'ygan ekan. Hamma yo'g'ini to'g'rilab qo'ydim, mana patsosda turish shu. Muhammad rahmat. Hozir qizigan paytini настройкаларni qilib yana dalish ko'rasiz hozir. Xo'p, mana aka qisqasi bo'ldi, уже настройкаларni qilib bo'ldim. Sizga borganda monga tegib yurmang, monga вообще tegmang bunga. Buni men bu вообще boshqacha настройка, bu benzin расходniki buzib qo'yasiz aka, tegib qo'ysangiz. To'china qilib qo'yib qo'ydim men buni. Xo'p, sizga kerak bo'lsa, men orqa tomondan xalosda o'tdiki, ona pedalda orqa tomonida gaz bosib turganda настройка qiladigan u avtopatsosniki ko'rsatganman, o'rgatganman. Ash xalosda o'tlan patsosnikini o'ziga komfortniy qilib olaverasiz aka. Monga tegib qo'ymasangiz bo'ldi aka. Mana shu hozir endi расходini o'lchaymiz. Pedalni ko'rasiz hozir. Xo'p, mana aka 100 gram benzin. Mana ko'rinyaptimi? 100 gram. 100 gramov. Mana hozir ulaymiz, mana shlanglar ulandi, mana podacha, obratka ulandi. Hozir mana shu baklashkani ulayman, ko'ramiz hozir 0-0 qilib qo'yib necha kilometr yurar ekan hozir mana shu benzin bilan. Mana aka, mana shu 100 gram. Mana hozir bu shu o'zimizda jiyanimizning mashinasi, buni o'zim qilganman, hamma yo'g'ini motorida klapinlarigacha o'zim tortganman. Xudo xolasa mana hamma yo'g'i chotki ishlaydi. Karbyuratoriz va shu ideal ishladi. Hozir tortishlarni hamma yo'g'ini ko'ramiz, расходingizni aytaman hozir necha bo'lganini. Mana speedometrni ko'ryapsizmi? 0,000. Hozir ko'ramiz necha bo'lar ekan. Mana tortishni qarang. Yapishtiryapti aka, yapishtiryapti. Va shu ideal tortyapti. Mana shahar stilida bosib, tekshirib ketyapman tortishlarini, yurishlarini, hamma yo'g'ini. Trassani nimasida emas, bitta 4 skoroskga urib olib ketadigan holatda emas, shaharning ichini nimasida minib ketyapman mana 2-3 qilib. Xo'p, mana yetib keldik aka, mana mashina hali o'chgan yo'q, mana qarang. Mana mashina hali o'chgan yo'q, kilometrajni qarang mana. 2 kilometr 300. Ko'ryapsizmi? 2 kilometr 300. Yani jinda yursam 2 kilometr 400 bo'lardi, mana svetoforda oldigacha borsam. 300 dan o'tib biror turibdi. Xo'p, ko'ramiz qancha benzin qoldi ekan hozir. Qarab turing. Xo'p. Mana tagida jinda benzin qoldi, hozir shlangidagi qaytib tushadi, hozir uzib ko'rsataman sizga qancha qo'yganini. Karbyuratorning ichidagi shunday turibdi. Mana tagida jicha benzin bor. Короче, aka 2 kilometr 300 ni bo'ladigan bo'lsangiz, yuziga 4 litr 300 ham işte. Boring yana 4,5 ham deb qo'ying yana. Mana 1 litrda 100 gram benzinda 4 kilometr 300 ga bo'lasiz. 100 gram benzinda. Tamam, 4 chiqsa kerak. 4 litr 300 gram chiqqan bo'ladi 100 ga. Hop, 100 gram benzinda 2 kilometr 300 yurdi. 100 gram benzinda mashina o'chgan yo'q hali. Benzin nasosning ichida, karbyuratorning ichida benzin shunday turibdi. 4-3 emas, boring yana 1-200 metrini chiqarib boring mana. Yuziga 4,5 ishni ham deb qo'ying mana aka. Mana. Mashina ideal tortyapti. Hamma yo'g'i zo'r ishladi. Avtopatsosi yo'q, hamma yo'g'i. Xudo xolasa meni maza qilasiz aka mana shu karbyuratorda.